Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz shahrimizning ajoyib mestasi, yo'l ham yaqin, yo'ldan bir 100 metr girasizlar, Gullan yo'lidan. Hurmatli vatandoshlar, avto olami yaqin yerda, elde 13 metr tushgan 150 kvadrat metr bo'lgan hovli-joy bilan tanishib o'tamiz. Ellarida yan boshlangan ziloniy zonasini ega bo'lgan ajoyib tayyor xonadon bilan birinchidan ko'rib tanishib o'tamiz azizlar. Mashinkalardan mestalar bor ellarida. Fasadlar travitilla qilingan. Podkirish 100% tayyor. Balkonga ega, balkon ham katta. Orqayn 3-4 odam sig'adi bir ustga qo'yib o'tirsa. Ellarida tamburlar ham bor. Plus tarafı elde 13 metr tushgan xonalar ham keng. Bismillah deb giramiz. Xonalarimiz polni tayyor, podkirish. Girib yashaydigan hech bir yerdan qo'l urmaysiz. Girgandan beri rakoynalarining ajoyib xilosidan qo'yilgan. Rakoynamız arka tarafları dekoratif panellar bilan kaplangan. Bu yerda esa elektriki avtomatlari. Prixojimiz ham divorlari polni oboy, patologlar ham oboy qilingan. Aynalar plastik ramonlar ham podogonniklar ham o'rnatilgan. Oyoq tiylarni beramiz. Prixojimiz oyoq tiyi kafel qilingan. Hurmatli vatandoshlar, ham tepli pol nomiga tepli pol qilingan birinchi etajlarimiz. Дополнительный registr to'shkalari ham bor. Hurmatli vatandoshlar, tepli pol kollektorlari bu lestnitsamiz teyinda o'rnatilgan ekanini ko'rsatib o'tamiz bu yerdan. Xalasanız tepli polni ishlatsangiz bo'ladi azizlar. Xalasanız registr qo'yib azizlar. Дополнительный registr to'shak ham tashlab ketganlar. Yanda zal qismimiz bo'ladi. Eshiklari ajoyib sifatli eshiklardan qo'yilgan, emlab yarma eshiklardan koronlar eshiklar ham bor hammasida. Bu yanimiz oshxona qismi, bu yanimizda spalni, sanuzel qismi bo'ladi. Bu yandan ko'rsatib boraveramiz. Zalimizdan oyoq tiylarni gilamdan döşak qo'ydilar chiroyli qilib, razmer 4,5-6 metr razmerda tushgan ajoyib tayyor xonadan bu yerda esa televizor uchun razvetka antenna joylari bor. Hurmatli vatandoshlar, yo'llarimiz Atachento'dan foydalanganlar divorlarimizda. Ramkaning ishlari esa oboy davraklar ham Atachento qilingan. Patologlarimizga to'xtalib o'tsak, chiroyli qilib shuningdek ajoyib sifatli qilib gipsakartondan figura qilganlar. Galagellar ham o'rnatilgan, lyustralar ham osilgan. Zalimizda ham registr to'shkalar bor. Xolang registrda, xolang tepli polda qizdiring xonadoningizda. Bunda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham tepli pol. Oyoq tiylari kafel, divorlar ham kafel, patologlarni tijoy, vanna kattasidan, unitazdan yaxshisidan qo'yganlar. Ham bu yerda rakoyna ham o'rnatilgan. Aristollar ham qo'yilgan yaxshisidan. Hurmatli vatandoshlar, oyoq tiylari tepli pol qilingan, bu yerda tepli pol ko'rib turganingizdek shamankalari yuqori chiqib ketgan. Yuqoridagi sanuzel ham o'tgan. Bu yanimizda esa spalnisi bo'ladi. Birinchi etajdagi spalnini kattalar uchun qo'ysangiz azizlar, yuqorida ham DC qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerimiz 3,5-4 metr razmerda tushgan spalni qismi. Divorlar oboy, gulli ajoyib yarki oboylardan foydalanibdilar. Mo'yshi xilasidan yuvib silib olasizlar. Lyustralar ham chiroylisindan asqallar. Gipsakartondan figura qilingan, karnizlar qistirilgan. Endi oshxona qismini ko'rsatib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Oshxonamiz ham 3,5-3,70 razmerda tushgan oyoq tiyi polgan oshxonamiz. Kuxinniy mebellar ham bor, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda kotyolning mestasi, kotyolni ham o'rnatib beradilar, hurmatli vatandoshlar. Yaxshisidan qo'yib beradilar. Bu yerda registrlar o'rnatilgan. Oshxonamiz registrda qizadi. Ziloniy zonalari bor, yashil maydonchasi, mashinkalardan mestalari, bu tarafda yozgi hojatxonasi ham ega, hurmatli vatandoshlar. Yozda chiqib o'tiradigan mestalar ham bor. Hamma udobsalar qilingan, sharoitlari bor, hurmatli vatandoshlar. Ham uglovoyda joylashgan xonadonimiz, ko'rib turganingiz bu yerimizda patologlari plastik qilingan, ayfallar ham qilingan, hurmatli vatandoshlar. Tayyor xonadon. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yilgan, damir eshiklar sifatli xilosidan. Endi bizda ikkinchi qavati bilan tanishib o'tamiz. Birinchi etajimizda gilamdan döşak qo'ydilar hamma yeri. Bu yerda meni registr to'shkalari bor. Lestnitsamiz yog'och lestnitsalardan bismillah deb ikkinchi qavatimiz ham chiqamiz azizlar. Chiqqandan shuningdek oyoq tiylarimiz laminatlar yoyilgan, lyustralar ham yaxshisidan asqallar, patologlarimiz gipsakartondan figura qilingan, karnizlar ham qistirilgan. Bu yerimizda bir xona, 2, 3-chi xonasi. Bir de sanuzel. Hem balkondan ega. Bu tarafimiz zal qismi bo'ladi. Yerimiz
3,5'a 3,70 razmerde düşen spalniya kısmı divallı aboyla acayip yarki moiş aboylardan faydalanıp koydular. Patologlarımız ipsakarından çetlere akkurat variantta figura kılğalla. Bu talebimizi spalniya kısmı boladı. İkinci etajdaki ikinci spalniyası. 3,5'a 4 razmerde düşen belki kanamıza karağında 30 cm kettaraq. Aboyla kalanmayın. Hem muayeneleri köçeye qarağan, patologlarımızdan akkuratni qılıb işlər qılğanlar, hem lüstradan akkuratnisindən asqallar spalnilərimizə. Bu tərəfimiz sanuzel, ikinci dərəcəli sanuzel kısmı. Ayak tiyləri kafel, divallarım kafel, patologların adını joy, bir də senin vandan qoyulğan, unitaz, rakoynalarım qoyulğan, simsitillərim yaxşısından qoyulğanlar. Hem zorlayıcı işletkenler açık davranlıqıyla ayak tiylərini laminatla ayırgan bu tərəfimiz zal kısmı boladı. İşləri MDF eşik, benim 4,5 6 metr razmerde registrləri bağ. Hürmətli vətəndaşlar, bir yandan registr toşkələ taşalgan. Tezor için rozetki antenajlar var. Yerine çayla kalıp tezor duradan zonasını öz yeçe kılıp zötkəller. Aboyla bu işi aboyladım. Patologlarımız ise çetler gibi sakardan kılıp qala gellər amonat qaldı. Lüstralı asagan. Hürmətli vətəndaşlar və əzizlər, xanadonimizdə mesafələşməsini istətib ötən olsa, Güllen yolda avtoaləmə yaxın yerdə yerləşən 2 kvatlı 150 kvadratmetr boğan halıca bilən danışıb ötdük. Açıq dalallı, təyyar 100% təyyar girib yaşaydı. Həm uqlovoy maşın qoyadan mesafələri bu əldində, arka tərəfində, bağ tərəfindən gizlədən mesafələri var. Kətdə darvazalar qoyulğan, yazıq hacatxanalarına migə, həm birinci etajlarımız tüplü pol boğan. Plusuna registr toşyalarını taşıp getkenler hem yerde. Kimdir yakadan olsa bemal telefon kalaversizler, mülkiyetini yanına alıp gelemiz, özləri bilən sodalaşıb, gəlişib alaversizler. Narxı 90 bin dolar aytılıb tutdu, üstünde gəlişlərdən yeri bax, hürmətli vətəndaşlar. Eğer kanallarımıza abunə olsa abunə olub, like basıb, qollab, quvvatlab tutarsanız sizlərə koldan gəncə arzan, əcayib kanallarla təqdim qılıb bara verəmiz. Həmmiyə sağlıq amanlıq dilimiz, ki, yeni roliklərdə görüşünce xeylab qalımız.